Yangi yo'ldagi o'sha maqtashayotgan KFCga keldik. Qanotchalar juda ham zo'r deb maqtashdi. Qani, bolalar bilan yeb ko'ramiz. Qanotchalarimiz ham yetib keldi. Qanotchalarimizni o'zi narxi ham juda ham arzon ekan. Narxi 30 ming so'm ekan. Mana shu turgan qanotcha ko'ribsiz. Ichida nechta borligini hali sanaganim yo'q, lekin bemalol bitta odam mazza qilib to'yadi. Narxi haqiqatan arzon ekan. Ta'mini endi bilib ko'ramiz. Ko'ramiz, maqtashayotgandaqa zo'rmikin bu qanotchalar. Juda ko'p joylarda yeb ko'rdik. Aytilganidek zo'r emas, lekin buni yeb ko'ramiz. Bismillah. Sousi ham alohida o'zlari tayyorlashar ekan. Oddiy ketchup yoki mayonezni qo'shmaydi ekan. Bismillah. Haqiqatan qanotcha kelib yeyishga arziydi ekan. Qanotcha juda ham qaynoq. Lekin mana ko'rib turganingizdek, ichlari hamma yo'q yaxshi pishgan. O'zim ham yeb ko'rdim. Qaynoq holatda kelar ekan. Mana shu portsiyasiga, ta'mi ham, narxiga haqiqatan arziydi. Sousi ham juda ham zo'r ekan. Bu chesnochli sous ekan. Qanaqa tayyorlangan, holatini bilmadim, lekin juda ham zo'r sous ekan. Kelinglar, tavsiya qilaman. Bu yangi yo'ldagi KFC deb atalar ekan.